Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men neft gaz shirkati maslahatchi o'qituvchisi Ochiq Qat'iyat madrasasi bilaman. Sizlarga neft gaz asoslari fanida bugungi dars etilgan ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi neft va gaz uyumlarining kollektorlik xossalari bo'lib, ma'ruzamiz quyidagi rejalarga bo'ladi. Kollektor to'g'rislarining turlari va xossalari, kollektor jinslarining sig'im va sizilish xossalari. Mana oldingi darsda biz o'tdik, demak, neft gaz yig'ilishi hamda o'zi tushuntirib bo'lgan demak, manbalarning kollektorlari degan bo'lsak, demak, kollektorlar asosan demak, tog' jinslarining xususiyatlariga bog'liq bo'lar ekan. Ya'ni neft va gazning sizilishi, ularning demak qatlamda neft, gaz suyuqliklarining harakati tog' jinslariga bog'liq bo'lar ekan. Bu tog' jinsi o'zining tog' jinslarida bir turli xil minerallardan va boshqa demak jinslar bo'laklaridan tarkib topgan yer qobig'ini tashkil etuvchi mustahkam yumshoq birikmalarga aytiladi. Tog' jinslarini tashkil qiluvchi muhim minerallar 50 tadan oshmaydi va ularning asosan 9 ta kimyoviy elementlardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, kislorod, kremniy, temir, alyuminiy, kaliy, natriy, kalsiy, magniy moddalardan tashkil topgan. Tog' jinslari tavsiflanishiga ko'ra, demak, ularning tavsiflanishida ularning tuzilmasi va teksturasi muhim ahamiyatga ega. Demak, tog' jinslari tuzilmasi deganda biz nima tushunamiz? Demak, bu tog' jinslarining tashkil etuvchi minerallar va boshqa jins bo'laklarining o'lchamlari, shakli va o'zaro munosabatlarini tavsiflovchi xususiyatlardir. Teksturasi esa tog' jinslarining tashkil etuvchi qismlarining hamda tarqalish xususiyatlarini tavsiflovchi belgilar hisoblanadi. Ya'ni biz demak, quduqlarni qazish, quduqlarni mustahkamlash paytida demak, qatlam qanday tog' jinslardan tashkil topganligini va burg'ulanuvchiligini aniqlashimiz uchun biz demak, albatta tog' jinslarining tuzilmasi hamda teksturasini bilishimiz kerak bo'ladi. Barcha kollektorlar bo'shliqlarning tavsiflariga ko'ra 3 ta turga bo'linadi. Demak, ular granulyar, ya'ni donador, darzli va kovakli, ya'ni demak, karbonat jinsli kollektorlardan bo'linadi. Qatlamlarning kollektorlik xossalarini o'rganish Kern namunalari, ya'ni Kern namunalari bu demak, qatlamni qazish natijasida shu tog' jinslaridan olinayotgan namunalari kon geofizikasi tadqiqoti materiallari, ya'ni demak, o'sha kon avvalgi o'zidan oldingi konlardan olingan tadqiqot materiallari asosida va quduqlarni oqimga sinash ma'lumotlari bo'yicha amalga oshiriladi. Kollektor jinslaridagi neft va gaz to'plamlari ustidan flyutlar, ya'ni neft, gaz va suvlar uchun o'tkazmas bo'lgan tog' jinslari bilan berkilmagan bo'lsa, neft va gazning to'plamda saqlanish imkoniyati bo'lmaydi. Ya'ni demak, kollektor jinslari demak, neft va gaz to'plamlari ustidagi flyutlar o'tkazmas qatlam, ya'ni qandaydir qop-qop qatlamlar yoki qatlamlar hosil bo'lgan paytda qandaydir uzilishlar orqali hosil bo'lmagan bo'lsa, demak, neft va gazning to'plamda saqlanish imkoniyati bo'lmasa kerak. Ya'ni bu yerda demak, biz bilamizki, neft va gaz o'sha paydo bo'lishi sizlarga oldingi mavzulardan ma'lum. Neft gaz paydo bo'lgandan keyin neft va gaz, ya'ni uglevodorodlar paydo bo'lgandan keyin bir nuqtadan ikkinchi bir nuqtaga ko'chish harakatlari sabab bosimlar farqi past bo'lgan tomonga qarab harakati bo'ladi. Demak, mana bunday holatda demak, o'tkazmas, ya'ni qoplamalar bo'lmaydigan bo'lsa, demak, bu yerda demak, neft gazni saqlash imkoniyati bo'lmasa kerak. Neft va gaz uyumlarining ustki va atrofida joylashgan va uni qamrab turuvchi o'tkazuvchan tog' jinslari qoplamalar deb ataladi. Qoplamalar jinslariga gillar, tuzlar, gipslar, angidrid va karbonat jinslarining bir qancha turlari kiradi. Yer qobig'ida neft, gaz suvlarining o'z